Olmali strudel va bulochkani birda yaxshi ko'rsangiz, siz uchun yangiligim bor. Ekranga yaqinroq keling. Iliq sut, dro'ja, shakar, tuz, un, tuxum hammasini birgalikda yumshoqqina qo'lga yopishadigan xamir qilamiz. Yumshoq sariyolada xamirni massaj qilib, issiq o'lkalarga dam olishga jo'natamiz. Qalbi pok sutimizga 3 dona quyoshchalani jo'natib, ketidan kraxmal, shakarni solib, tinmasdan aralashtirmasangiz, uyduniki kuydi bo'ladi. Anchadan beri bir chekkada qolib ketgan olmalarimizni yaxshilab to'rab, koritsa, shakar, kraxmal va limon suvi siqib qo'rib olamiz. Un, shakar sariyonni birgalikda uqalab, kroshka holatiga keltiramiz. Oshib chiqqan xamirlarni mehr bilan zo'ralaga bo'lib, o'rtasini yoyib chiqamiz va ustiga krem, so'ngra nachinka va tayyorlab olgan kroshkamizni sepamiz. Chetlariga tuxum sarig'i bilan mehr beramiz va 200 gradusga 15-20 daqiqada yuzi qip-qizil bo'lib chiqquncha qoldiramiz. Bulochkani yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Azizam, hoziroq tayyorlab ko'ring. Sizga yoqishi aniq.